Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana bitta oson retsept bo'yicha tezda tayyor bo'ladigan mazali yegulik tayyorlaymiz. Kam xarj, kam masalliq ketadi, lekin to'yimli, barakali, juda ham mazali taom chiqadi. Ekranda ham ko'rib turibsiz, ichlari qanchalik suvli bo'lib, ishtahali chiqqanini. Demak, ishimizni boshlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rsatdim. Sabzavotlarni yuvib tozalab, hammasini to'g'rab olamiz. Bir dona o'rtacha kattalikdagi qizil piyoz yarim oy shaklida to'g'rab olamiz. Yarimtadan yoki undan kamroq rangli bulg'orlar yirikroq qilib to'g'raymiz. Qizil, yashil, sarig'idan har xil rangidan ishlatsak, taomimiz yana ham ishtahali, chiroyli chiqadi. Bir dona kattaroq pomidor. Pomidorni ham xuddi shunaqa kattalikda to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra har xil ko'katlardan ishlatishimiz mumkin. Men koriandr ishlatdim. Ko'katni ham to'g'rab olamiz. Tayyor. Va endi bir dona tovuq filesini ham xuddi shu ko'rinishda kubik shaklida to'g'raymiz. Tovuq filesi 200 gram. Xohlovchilar kamaytirib yoki ko'paytirib tayyorlashlari mumkin. Mahsulotlarimizni hammasini tayyorlab bo'ldik. Endi qovurishga olamiz. Qizigan tovamizga taxminan 50 yoki 60 mg o'simlik yog'i qo'yamiz. Yog' qizigandan keyin to'g'ralgan tovuq filesini solib qovurib olamiz. Orada albatta aralashtirib turamiz. Go'sht biroz qizarib qovurilgandan keyin ustiga to'g'ralgan piyozni solamiz. Piyoz qo'shganimizdan keyin yana biroz aralashtiramiz. Piyozi juda ham ezilib qovurilib ketmasligi kerak. Tabimizga ko'ra tuz bilan ziravorlar qo'shamiz. Tuz, qizil shirin qalampir, maydalangan rayhon va kari pripravasidan ishlatdim. Hamma o'zini xohishiga ko'ra tabiga qarab ziravorlarni qo'shishlari mumkin. Tuz va ziravor qo'shilgandan keyin yana biroz aralashtiramiz va ustiga to'g'rab qo'yilgan sabzavotlarni qo'shamiz. Yana yaxshilab aralashtiramiz. Sabzavotlar qovurilmaydi. Qo'shib yaxshilab aralashtirganimizdan keyin tovani olovdan olamiz. Nachinkamiz tayyor. Biroz sovishi uchun alohida idishga olib chetga qo'yib turamiz. Endi lavash xamirlaridan keragicha ishlatamiz. 6 dona ishlatdim. Aylanasi 20 cm. Xamir atrofini suv bilan yaxshilab namlab olamiz. Faqat chetlarini namlaymiz. Va endi har xil pitsa yoki boshqa bir taomlarga ishlatiladigan pomidorli souslardan foydalanishimiz mumkin. Men pitsa sousidan surdim. Ko'pmas, kamroqgina qilib suramiz nomiga. Va qirg'ichdan o'tkazilgan pishloq sepamiz. 200 gram atrofida pishloq ketadi. Tayyorlab qo'yilgan nachinkasidan 1-2 osh qoshiqdan solib, xuddi shu ekranda ko'rganingizdek qilib yopib chiqamiz. Pishloqni sevuvchilar pishlog'ini ko'proq qilib solishlari mumkin. Namlangan xamir chetlarini yaxshilab yopishtirib olamiz. To'liq yopishmasligi mumkin. Va qolganlarini ham xuddi shu tartibda tayyorlab olamiz. Yana ko'rsatib o'tdim. Sousini, ya'ni nachinkasini bemalol suvlari bilan, souslari bilan ko'proq qilib qo'yishimiz mumkin. Ichlari suvli bo'lib, juda ham mazali chiqadi.
Hammasini tayyorlab bo'lganimizdan keyin qog'oz to'shalgan patnisga terib, ustilariga yana birozgina suv bilan namlab olamiz. Qizib turgan duxovkada tepa pasti yoqilgan holatda 200 gradusda 10 daqiqa davomida qizartirib olamiz. Pishloqlar erib, nonlari ham pishib, juda ham mazali taom bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bir pasda tezda tayyor bo'ladigan to'yimli, barakali taom bo'ladi. Va albatta kesib ekranda ichlarini ham ko'rsatdim. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Juda ham mazali taomlardan bittasi bo'ladi. Va fikrlaringizni video ostida yozib qoldiring. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.